Er xotiniga nazar solsa, ya'ni qarab o'tirsa, Alloh erga ham, ayolga ham rahmat nazari bilan qaraydi. Er ayolini kaftini ushasa, mehr bilan, muhabbat bilan, kaftini ushab turgan paytda barmoqlarini orasidan gunohlar to'kiladi. Bu hadis musulmonlar uchun juda katta xushxabarda aslida. Kim o'zini gunohsizman deb ayta oladi? Hammamiz xato qilamiz, gunoh qilamiz va mana shu gunohlarimizni yuvilishligi, kechirilishligini hamma yo'l yo'rig'ini qilishimiz kerak. Nima uchun? Qiyomat bor. Hisob-kitob qilinamiz, amallarimiz taroziga qo'yiladi va gunoh pallamiz og'ir bosib ketish kerak emas-da. Nima qilish kerak? Gunohlarni yuvadigan, ketkazadigan ishlarni qilish kerak. Mana shulardan bittasi Payg'ambar alayhisalom aytadilar: er ayoliga nazar solib tursa, Alloh ikkalasiga ham rahmat nazari bilan qaraydi. Bir-birini qo'lini, kaftini ushlaydigan bo'lsa, gunohlari barmoqlarini orasidan to'kiladi. Bu katta xushxabar. Xo'p, nima uchun xotin bu narsani amalga oshirmasligi kerak? Eng birinchisi, masalan, gunohimiz kechirilishligi bo'ladigan bo'lsa, bizga xushxabari, undan tashqari bu yerda shunchaki xotinning orasida eng katta yaxshi ijobiy munosabatlar, muomala bo'ladi. Alhamdulillah, Alloh taolo bizlarni musulmon qilib qo'yganligi uchun o'ziga cheksiz hamd sanolar bo'lsin.